Hürmetli kitap anlıqçılar, huzurunlarda Jallat Xenim namlıq tarihi romanның davamı. 6. Bugün Şahnişindeki ettigenlik kupulunu ahırlaştırgan Sultan Abdullah Han taxtda tolumu xiyalchan oturatdı. Han alilerden icazet bulmağanlığı üçün Şahnişindin çıkıp ketenmegen ordu erkallarımı aldılarga koyulgan çüyün ateştandaki yılıncap durgan ürük kömürünün çoğuğa kollarını qaqlaşqanicha yertigidin Sultan Abdullah Han'a qarab jimjit oturuşatdı. "Janobi emirlerim," dedi Sultan Abdullah Han uzun sükütten keyin timtaslıqni buzub. "Balkim hammalari xabar tepishqanlar. Qashqardan Ostoniga merhum cennet makan pir buzrukvarimiz Hoca Şadi İşan Hazretlerining musibat ta'ziyasiga olaytan kelgan bir navri qarindishi bo'lmish muhtaram aziz Hoca Muhammed Yusuf İşan janoblari bizlar bilan muloqot bo'lishni 3 kundan beri talab qilib kutib turibdi. Gerçi ular Maxtum Azam Pir İşan Kalan ulug'larimizning muborak vujudidan opridi bo'lgan pushti uruqlaridan bo'lsimi, ahli tariqatda tutqan suluklari, mang'an yo'llari bir bo'lmasligi sababdan o'ttirlarda uzundan beri kelishtirmak tas bo'lgan nizo adovatlar mavjuddir. Ushbu nizo ixtiloflar sababidan el-raiyat uzoq vaqtdan beri mazhab suluk to'ponda qilib behisob tugumas jangi jidal ranju mushaqqatlarni tortdi. Biz bo'lsak ahli tariqatning ishoqiya sulkiga kirib maxtum zodilarimizga murid bo'lganligimiz sababli bu nizo adovatlarni kelishtirib pak-pakiz yuyib tashlab el raiyatni iskanjasiga ilib olgan mazhab to'pondan taltuks qutqizanmidiq. Hala bugungi kunda pir buzurgimiz Hoca Şadi İşan Hazretleri bizler kim murşidlarining yurak bag'rini dog'lab Allohning dargohiga bandichilik qildi. Janobi Hoca Muhammed Yusuf İşan azizlar bo'lsa, o'tirdiki nizo adovatlarni qo'yib qo'yib, musibat ishlari bilan ostoniga qadam besibdi va bizlar bilan didor muloqoti bo'lishni kutib turibdi. Merhum cennet makan buzruk varlarimizdan ikki maxtum zodimiz yodikor qolgan bo'lsa-mu, ular texi go'dak bo'lganligi uchun ul Hoca Muhammed Yusuf İşan azizlar bilan muloqotda bo'lish ishini janobi amirlarim bilan kengashishni loyiq topdim. Mushu xususda yaxshi tadbir, maslahatingizlar bo'lsa ko'rsatgaysizlar. Şahnishin ichi yana timtasliq cho'mdi. Ammo orda erkanlarning xiyolari tinchsiz edi. Shu daqiqada ularning tangdan to'lisining ko'zlarida, chiroylarida norozilik ifodalari ro'shan aks etyotdi. Kimlardir qasdan yutilib, o'z maslak mazhabdoshlarining diqqatini tortib, ko'z ishorasi, chiroy ifodasi orqali fikr almashtiryotdi. Bu ko'z ishorasi, chiroy ifodasi orqali ilib berilayotgan fikr birliklari Sultan Abdullah Han'ның nazaridan qechib qutlanmaydi. Bu ordu erkanlarının köpüncisi merhum Hoca Şadi İşan'ның mazhibidagi sadoqatman sulki isoqiya muridlari edi. Bu Sultan Abdullah Han'a 5 qo'ldek oyan edi. Shu sababli ular ashaddiy raqibi ishqiya sulkining pir buzruki Hoca Muhammed Yusuf İşan bilan ko'rishib, muloqotda bo'lishni xohlamaydi. Sultan Abdullah Han'ның uzundan beri arzu qilib kelgan ikki suluk, ikki mazhab o'tirsidagi nizo adovatlarni yuyib, tarixda chechilib ketgan Yakan Saidiya xonligini, Yakan Saidiya xalqini birlik, inoqlik, ittifoqlik tug'i ostiga jam qilib, xonlikning ulini mustahkamlash, saltanatini qudrat topqizish planini xiyoliga keltirishmaydi. Ularning kallasida İşan pirlari yemirilmez qilib sindiribatgan.
Ya sen halak bolasan, ya men halak bolaman. Onundan özgü yol yo'q degan ashaddiy suluk mazhab targ'iboti hukmdor edi. Hukmron edi. Şoňlaşqymı Sultan Abdullah Han 3 günden beri köňül aramy buzulgan, uyqusydan, iştihasından qalgan edi. Mana mushu bir qator masalalarni ko'z oldidan bir-birlab o'tkazgan Sultan Abdullah Han 3 günden beri Hoca Muhammed Yusuf İşan bilan ko'rishni o'z oldiga yengillik bilan qaror qilishning saltanatining keyingi taqdiri uchun zo'r xavf bo'lganligini his qilib, orda erkanlar bilan kengishib bir qarorga kelishni loyiq topgan edi. Sultan Abdullah Hanning bu ikki suluk mazhab o'tirsidagi nizo adovatni yuyib tugutib, butkul Saidiya tasarrufini qaplashqa boshlagan adovat tikinni yo'qotishga oldirishidagi yana bir sabab shu ediki, Qashqarning noib amiri bo'lib turayotgan cho'ng shahzoda Vali Ahdi Yo'lbosxon Xo'ja Muhammad Yusuf İşonga qo'l berib murid bo'lib ishqiya sulga kirgan edi. Yaqindan beri orduga kelayotgan maxfiy ma'lumotlardan qaraganda, Xo'ja Muhammad Yusuf İşon ashaddiy raqibi Isoqiya sulkini yo'qotib, Saidiya xonliq tavasida ishqiya sulki uchun mustahkam zamin hozirlash va saltanatining homiysiga erish uchun Shahzod Yo'lbosxonni yeniga tortib, sulki ishqiya muridlarini jazolashga ostirdan kuch kiritayotdi. Orada ichidimi Xo'ja Muhammad Yusuf İşonga qo'l berib murid bo'lganlar, ishqiya sulkini qo'llaydiganlar bor edi. Albatta, agar Sultan Abdullah Han muvaffaq yo'l bilan bu ikki suluk o'rtasidagi o'sh adovatni tugatmasa, bu o'sh adovat oxirgi hisobda suluk mazhablari o'xshash bo'lmagan ota bola o'rtasidagi o'sh adovatga nizo ixtilofga aylanib qolatda saltanatining uli tavraydi. Saidiya xonligi suluk majrosidan olqib taxit hokimiyat talashishdek urush malmonchiligida qoladi. Buning oxirini tasavvur qilish to'liq dahshatli edi. Shu sababli bu masalada Sultan Abdullah Han to'liq ehtiyotjonlik bilan ish ko'ryotdi. Amirlardan biror sado chiqmaganini ko'rgan Abdullah Han sabrsizlik bilan qimirlab qo'ydi. "On hazratimning davlatlari ziyoda bo'lg'ay" deb shohnishindagi timtoslikni buzdi. Oppoq soqollari maydasiga tushgan 70 yoshlardan halqagan qeyri amir o'rindan turib, shu hamon Sultan Abdullah Hanning xiyolchan ko'zlari yuqori bu qeyri amirga umid bilan tikildi. Boshqa barliq orda erkanlarimi uning nima deydiganligini bilishga o'tirgandek, ko'ngillardagi bosh oxir yo'q dilog'ul xiyollarini yig'ishtirishdi. Ordining juldu jasaq qonun shariat divonining amirlik mansibida uzundan beri odillik bilan o'tirib kelayotgan Mirza Husayn Qozi Sultan Abdullah Hanning e'tiborlashiga erishib kelgan amirlarning biri edi. U mushu yeshigacha hech qanday sulukka kirmaganligi uchun suluk mazhablar o'tirsida yuz bergan majrolar sababli o'rtada ilib berilgan muhokama, talashlarda o'zining fikrini erkin o'tirib qo'ya oladi. Ordadagi amirlarning hammasi uningdan xeyli tap tortadi. "Qani so'zlasizlar, amir janoblari", dedi Abdullah Han Amir Mirza Husayn Qozidan ko'ngildagidek javobga erishish ta'nasida. "Gina adovat tutmoq islomiy shariatda haromdir", deb so'z boshladi qeyri amir. Payg'ambar sallallohu vassalam musulmonlar orasida yuz bergan gina adovatni bir ko'nglikni yuyib oftobda qurutquchilik vaqtdan oshirib saqlamaslik kerak degan ham hadis sherifdimi 3 kundan oshirib adovat saqlamoqlik iymondan ajrag'anlik bilan o'xshash deb yozilgandir. Ammo bizning bu buyuk Saidiya xonligimizda yiroqni qo'yib, yaqinqi 10 yilni elib aytsak, ishqiya va isoqiyadan iborat ikki suluk o'tirsida 10 qitim cho'ng ko'lamda, 20-30 qitim kichik ko'lamda qirg'inchilik,
Jangi jidal yüz berip, neçe mыңлыган begunoh qarindoshlarimiz aziz jinidan ayrildi. Yoki put qo'llaridan, ko'z quloqlaridan ayrilib, ayibnoh bo'lib qoldi. Janobi davlat panohim bayam aytgandek, el raiyat mazhab to'pandi qilib, oq tog'liq, qora tog'liq bo'lishib, bir-birining peyni qirqib, jiniga zomin bo'lishmoqda. Bu büyük saltantimizning ro'naq tepishi, el yurtning gülünüp avat bo'lishi uchun to'limi ziyonliqdir. Qachonki davlat panoh sultan olilari adolat shamshirini qo'liga elib, ushshaq parchalanib, tarixda chechilib ketgan Saidiya ilini qaytadan birlik, ittifoqliq to'g'uga jam qilib, xonliqimizning ilgiriki shonu shuhratini asliga keltirgandan beri el kundan kunga ro'naq tepib, düşmanlarimiz saltanatimizni bulang-talang qilish tugul ko'z qirinimi salamidi. Ammo ki xonliqimizning ichki qismidagi suluk mazhab nizolari bir kunmi besiqmidi. An hazratim bu geni adovatlarni yuyib, raiyatning ko'nglini amin topqizishni o'ylagan bo'lsa-mu, bu ulug' ish ta bugungacha ro'yobga chiqqani yo'q. Meningcha, Xo'ja Muhammad Yusuf Ishon azizlarning adovat nizoni bir chetga qo'yib qo'yib, Qashqardan oloydan Ostoniga kelishi, qiblagohimning el orsidagi mazhab suluk nizolarini tugutishdan iborat büyük maqsadlarining ro'yobga chiqishi uchun yaxshi bir fursatdir. Shunlashqa sultan olilarining Xo'ja Muhammad Yusuf Ishon azizlarni qabul qilib, niyat iqbolini bilib baxmaqi. Marhum Pir Buzruk Xo'ja Shodi hazratlarining ikki maxtumzodisini darqamta turib, ko'rishtirib, qarindoshlar o'tirsidagi adovatni yumiqi to'limi savobliq ishdir. Vujudida musulmonchilik diyonatlaridan zarmu tapqili bo'lmaydigan, imoni noshkurlik bilan tamomiy bulg'angan, ahli tariqatning gul anbar puraydigan ko'chalarini iflos, fosiq oyoqlari bilan bulg'agan murtad sulki ishqiyachilarning qottisini qandaqmi shariatning, tariqatning, haqiqatning ummatlarining sultonul muhaqqiqin degan gap haqni, ya'ni Allah'ın tunğuçularının sultani degan ma'nodagi. Jannat makon pir buzrukvarimiz Xo'ja Shodi Valiyulloh Ishon xo'jimiz bilan tanglashtirguli bo'lsin deb Mirza Husayn qozining so'ziga qarshi chiqdi. Amir Xo'ja Musallim das o'rnidan turib, o'ngib tatargan holda. Uning ustiga ul murtad Xo'ja Muhammad Yusuf Ishonning shonu shavkatlik xon odilari bilan ko'rishib, muloqoti bo'g'dak qanchalik salohiyati bor edi shuncha. Albatta, xonliqimizning gullab ro'naq tepishi uchun cho'qim ishki qismidagi nizo adovatlarni tugutishimiz kerak. Buning chorasi faqat birla. O bo'lsa-mu, ul Xo'ja Muhammad Yusuf Ishon ishqiyadan iborat ozg'un suluk targ'ibotidan yenib, saodatman soqiya sulkimizga kirdi. Maxtumzodlarimizni pir tutib, ularga irodat qildi. Buning unimaydi ekan, köpülerini yig'ishtirib, Saidiya tasarrufimizdan chiqib ketdi. Buningdan o'zga yana bir yo'l zinhor yo'qdir. Ul Sokal divona, ozg'un targ'ibatchi Lamakan Ishonni tasarrufimizdan chiqarishga jannat makon Xo'ja Shodi Valiyulloh buzrukvorimizga qo'l berib, murid bo'lgan saodatman soqiya sulkimizning katta homiysi Sultan Abdullahxon olilarining saltanat suri yetib oshidi. Shu topda ikki sulukdagi o'rda arkonlari o'z suluklarini Ishon xo'jasini ko'kka ko'tarib, o'zga sulukdikilarni va ularning Ishon xo'jasini cho'kirib, hadab tatalash qilishmoqda edi.
Sultan Abdullah Han bo'lsa Amir Xo'ja Musallimning Amir Mirza Husayn qoziq degan bo'lib, xonning Soqiya murti ekanligini, marhum Xo'ja Shodiga qo'l berganligini, marhum Xo'ja Shodiga qo'l berganligini unutilib qolmasligini, ishqiya sulkidagilarga yon basmaslikni, murassa qilman deb behuda ovora bo'lmasligini eskartayotganligini tushunib o'tiradi. Buncha bola tan haqorat toshlarini itish ne hojat, muhtaram janoblar, deb so'z oldi bayatdan beri Soqiyachi amirlarning sulki ishqiya peshvosi Xo'ja Muhammad Yusuf Ishonni shuncha haqoratlashlariga chidab turolmagan Amir Xo'ja Jarroh. Orada erkanlari orasida Soqiya sulkidagi amirlar Soqiya sulkidagi amirlar ko'p sonliq bo'lganligi, xonmu sulki Soqiya mo'rdi bo'lganligi uchun ishqiya sulki tarafdorlaridagi amirlar imkon bor siliq, sipoy so'zlar bilan o'z sulk peshvosini oqlab o'tiradi. Ammo ishqiya sulkining sadoqatman mo'rdi bo'lgan Amir Xo'ja Jarroh oxiri savri qilaverishga toqat qilolmadi. Bil Ahtob Saidil Hazreti Pir buzurgvarimiz Xo'ja Muhammad Yusuf Ishon Kolanmo xuddi Xo'ja Shodi Ishon azizlarga o'xshash Janobi Mahtum Azam Pir buzurgvarimizning pushtidan tamg'an. Gerçi nasabi tang bo'lsa-mu, kashfiyu karomati Soqiyachi Pir azizlardan kattadir. Saidiya xonligining oltin taxtida Janobi Qiblagohimiz Sultan Abdullah Xondek kang qo'soq, odil, adolatlik, fozil xonu xoqon adolat shamshirini tutib o'tirgan yerda saodatman suluki ishqiya muritirg'imi bul bipoyon tasarrufimizda puttasab turg'udak yer, Allohga sig'inib sama sog'udak, halqi suhbat soruni tuzgudak, xoniqa tepilmay qolmas. Naşkürlük, musulmançılık, ahlakıga yat, günahlık kılmıştır. Sultan Abdullah Han Amir Jarrohning sulki soqiyachilarga yon besib, sulki ishqiyachilarni bu zimindan qo'g'laydigan bo'lsang, tumanlagan ishqiya muritlarining lantiga qolasan, adolatlik hukm chiqar deb ogohlantirayotganligini tushundi. Şahnishin xuddi qo'ynayotgan qozondek puruqlab ketgan edi. Sultan Abdullah Han ikki sulukdikilarni yarashtirib, el orasida kundan kunga ko'klayotgan nizo adovat, mazhab, tafriqa bixlarini yo'qotish orzusining uncha oson amalga oshmaydiganligini tushunib, taxtda to'liq mayus o'tiradi. Şu esnada Şahnishinga kirib kelgan Hudaychi bek taxtga yaqinroq kelib Abdullah Xonga egildi. "Nemish?" so'rdi Abdullah Xon kayfi ushgan holda. "Ma'lum bo'lg'ay, Maxtumzodlarning atakasi Xalifa Said Muhammad Xo'ja ikki Maxtumzodini boshlab kelib, orda oldida on hazratimning qabul qilishini kutib turibdi. Bugün vaqtim yo'q. Ertaga bir gap bo'lar", dedi Abdullah Xon qapqini turib. Xonning bu javobini anglab, Soqiya sulkidagi amirlarning uni ichiga tushib ketdi. Ishqiya sulkidagi amirlarning tatargan chiroylariga sus kulki yugurdi. Shahnishin ichini yana sukut bosdi. Bir chilim tamokicha kuchlik vaqt o'tmayla Hudaychi bek Shahnishinga yana kirib keldi. Onun qadam edişleri tez, chiroyi to'liq jiddiy edi. Onun aloqazada turqi qarab, orada erkanlarimi taajjub ilkida bir-biriga qarashdi. "Xon oliylariga ma'lum bo'lg'ay", dedi Hudaychi bek hasirab umidiginicha. "Ijozat", dedi Sultan Abdullah Xon terikkan holda. "Xalifa Said Muhammad Xo'ja orda oldidagi saynaga ikki Maxtumzodisi bilan necha minglagan muridil Soqiyachilarni yig'ib, ordaga kirishni qattiq talab qilyotdi.
Ular sultan alileri bizni qabul qilmasa, orda oldidan zinhor ketmaymiz deb so'ran selayotidu. Abdullohxon lam-jim demay bir necha daqiqa turib qoldi. Mana endi ishqiya sulkidagi amirlarning uni ichiga tushib, isoqiya sulkidagi amirlarning chiroyiga sus kulki yugurdi. Isoqiyachi So'pi inshaalloh kuch ko'rsatib, xonga besim ishiltiyotdi. Qashqarni hisobga olmaganda, Xo'ja Shodi Ishonning kuyovli va xalifa so'pilarini ishqa silib, Ostondan boshqa u yaqi Oqsuvgacha Isoqiya sulkini tavirtishga ulgurgan edi. Kucha, Chalish, Ko'rla, Turpan, Qumullarda sulk targ'iboti ilib berib, yana qanchalik murid qabul qilganligi Sulton Abdullohxonga noma'lum edi. Agar Isoqiya sulkidagi xalifa Ishonlarning shundaqla tishiga tegib qo'ysa, butkul Saidiya xonligining tavrab ketadiganligi Sulton Abdullohxonga ayon edi. Shundaq parchalanib ketgan Saidiya xonligini birlikka keltirib, saltanatini erish, xonlik taxtida o'tirgandan keyin ishki va tashqi dushmanlarga jazo yurishi qilish qatorliq cho'ng ishlarda Sulton Abdullohxon marhum Xo'ja Shodining qo'llashiga sulki Isoqiya muridlarining yordamiga erishgan edi. Xon shu sabablik Xo'ja Shodiga qo'l berib, uni ustoz tutgan edi. Mana endi saltanatini tinish, muqim saqlab qilish uchun yanala Isoqiya sulkiga tayanmay bo'lmaydiganligini Sulton Abdullohxon asta-asta his qilyotdi. Garchi Xo'ja Shodi Ishon o'lgan bilan ashaddiy jahil xalifa sulk mas'ullari, So'pi muridlari hayot edi. O'zlarini Abdullohxon saltanatining to'pikorlari deb hisoblaydigan bu takabbur xalifa sulk mas'ullariga hurmat, izzat ko'rsatmay bo'lmaydi. Sulton Abdullohxon irodasiga xilof holda xalifa Said Muhammad Xo'ja bilan ikki maxtumzodini qabul qilishga majbur bo'ldi. Ayol o'tmay xalifa Said Muhammad Xo'ja ikki maxtumzodini yetilganicha Shohnishinga kirib keldi. Maxtumzodlarning cho'ngi 8-9 yoshda, kichigi 6-7 yoshda edi. Shohnishindagi Isoqiya sulkidagi amirlar darhol o'rinlaridan turishib, ikki maxtumzodiga egilib salom berdi. Sulton Abdullohxon ikki maxtumzodining hurmati uchun o'rindan turib qo'ydi. Buni ko'rib Ishqiya sulkidagi amirlarmu ikki maxtumzodlarga ehtirom bildirishga majbur bo'ldi. Xalifa Said Muhammad Xo'ja ikki maxtumzodlarni boshlab taxtning oldiga kelib to'xtadi-da, o'zini yerga etib, taxtning 9 poylik marmar pashtiqiga silingan xotin gilimiga yuzini yoqdi va "Dod podshohi olam" degunicha ho'krab yig'ilib etdi. Uning bu qilqidan Abdullohxon taajjub ilgida qimirlab qo'ydi. Qisqa yostivagan quyuq qora soqolni silidi. Xalifa Said Muhammad Xo'janing yig'lig'ini ko'rib, bir qism Isoqiyachi amirlarmu xirtildashga boshladi. Xalifa Said Muhammad Xo'ja marhum pir ustozi Xo'ja Shodi Ishonning hozisini ichib, Ishon pirining fazilatlari, yaxshi sifatlarini qo'shaq etib, bir haza yig'lagandan keyin ovozini pasaytib, mishildashga boshladi. Sabr qiling, ey xalifa, qandaq arzu dodingiz bo'lsa, bizga ayting, dedi Sulton Abdullohxon hech bo'lmagan qiyofatda o'zini tutib olib. "Ey adolatlik sultonim" deb dod etdi. Xalifa Said Muhammad Xo'ja mishildab turib, "Adlu adolatlik qilishlarining soyisida birov sababsizlar birovning mol mulkini egilib olsa, shariat ahkomlariga ravomidir?" Bu tomtaqli so'ralgan savoldan hech nimani tushunmagan Abdullohxon yondirib so'radi. "Albatta ravo emasdir xalifam. Arizlarini ochiqroq aytsizlar. Jannat makon buzrukvarimiz Xo'ja Shodi Ishon Kalon hazratlarining kirpikiga texi to'p qo'nmay turiblar.
mulhid ishqiya sülkünün kattisi Hoca Muhammed Yusuf İşan degan veylun dozaqqa tuturuq boğur murtad napak oyoqlari bilan büyük ostanimizga qadam besishqa petinibdi. Heyixmasdan ul bizler kim Saqiya sülkünün soyivani bo'lmish on hazratim bilan muloqotda bo'pti va yana anladıqki Janobi Qibligahimiz saodatman Saqiya sülküdün yenib ashu murtad ishonga qo'l bagidakmish. Ozg'un ishqiya sülküge irodat qilib murid murshidlik sadoqatini bildirgudakmish. Ey xalifa, suxanchilarning orini buzish uchun to'qigan badnom tuhmatlariga zinhor ishonmagaysiz, dedi Abdullaxon g'azabdan o'zini aran besib olib. Hazrati Hoca Muhammed Yusuf İşan azizlarning oston tuproqiga qadam keltirgani rost. Biroq texicha didor muloqotda bo'lmadik. Mana hozir barliq orda erkanlari bilan shu xususda kengash qilib o'tiribdimiz. Gerçi men jannat makon buzrukvar Hoca Shodi Valiyulloh hazratimga qo'l berib murid bo'lgan ahli tariqatning Saqiya sülük yo'lini tutgan bo'lsam-mu, lekin yanıla bir memleketning sultoni men. Mayli Saqiya sülküdün bo'lsin, mayli Saqiya sülküdiki bo'lsin, mayli ishqiya sülküdiki bo'lsin va yoki sülükni tark etgan raiyat bo'lsin, hammasi mening puhralarimdir. Bilib qilingki, ey xalifa, saltanat adlu adolat qilichi soyisida davron surdi. Men shu adolat qilichini tutib turg'uchi sulton bo'lish sifatim bilan bir sülükki yon besib, yana bir sülükni chetga qoqmayman. Tasarrufimizdagi avam raiyatning mazhab tabiqalarga bo'linib ketishini texmi xohlamayman. Undaq bo'lmaydi ekan, raiyatning saltanatdan ro'yi qaytidi. Hokimiyat mazhabdan mustasno, sülükdan texmi mustasno bo'lishi kerak. Mening butkul mamlakatdagi tamomiy avomni ittifoqlashtirib, ömlük, inoqliq to'g'i ostiga jam qilish burchim bor. Siz ham maxtum zodilar, shundaqla barliq Saqiya muridlarimi buning ichida. Mayli Saqiya sülküdagi maxtum zodilar bo'lsin, mayli ishqiya sülküdagi xo'jazodilar bo'lsin, hammasi pir buzrukvarim maxtum azam hazratlarining pushti urqidir. Ularni yarashtirib, o'tirdiki nizo adovatni tugutib, tasarrufimizda tinch, osoyish, inoq, mehr shafqat gulxonlarini yiqib, el yurtning baxt saodati uchun birlikda kuch chiqarish hammamizning o'rtaq orzusidir. Sultan Abdullaxonning ta'addi orlash, yumshoq ammo qat'iy ham vaznlik so'zlari xalifa Said Muhammad Xo'jani bir oz tamtiratdi. U dastlabki ko'rangligidan xilla past qo'yga tushdi. U Sultan Abdullaxonning yolg'iz Saqiya sülküdagi so'pi darvish, murshidlarningla sultoni emasligini, garchi Saqiya sülküga kirgan bo'lsa-mu, o'zga sülükdikilarga ikki ko'zda bab-barabar qaraydiganligini, hargizmi yolg'iz Saqiya sülküga homiy bo'lmaydiganligini tushunib yetdi-da, beshamlikini yig'ishtirib, ko'kalmichilik, ushuqliq qilishga o'tdi. Ey janobi Qibligahim, garchi Hoca Muhammed Yusuf İşan degan palandi, lamakan sayoq, tejmal divona, ulug' pir buzrukvarimiz Maxtum Azim hazratlarining pushti urqidan bo'lsa-mu, lekin ular Maxtum Azam boshlab bergan ahli tariqat yo'ldan tiyib ketgan ozg'unlardir. Ular bilan yorishish xuddi o't bilan suvni bir qutiga qochiliq qilib bo'lmagandek bir ishdir. Buzrukvar Hoca Shodi İşan pirimiz ajal sharobini tetib biz bilan xo'shlashqini bilan
Narasida bo'lsa-mu ikki maxtum zodimiz bordir. Elhamdülillah, ul maxtum zodlarimizga yor yo'lak bo'g'dak, davlat panoh sultonimiz xizmatini qilgudak ham bizlardek xalifa muxlislari bordir. Shu maxtum zodlarimiz pir buzrukvorimizdir. Biz hargiz pirimiz boshlab bergan saodatman isoqiya yo'limizdan tiyib, ul ozg'un, murtad, nomusulmon ishqiyachilar bilan yashamaymiz. Hatto ochliqdan o'lim girdoviga berib qolsaqmi, bir dasturxonda g'izo yemaymiz. Ussizlikdan chanqab, yurak parimiz chok-chok bo'lib ketsa-mu, bir eriq, bir ko'lda suv ichmasmiz. Navoda saltanatning suri bilan zo'rlayman deydikanlar, ijozat qilg'aydiki, maxtum zodlarimizni va İşan pirimizning muborak tan jasadlarini ilib boshqa ellarga ketgaymiz. Shu sabablik jahon sultonlari orasida o'z pir buzrugining farzandini tan jasadlarini ziminiga sig'dirmagan degan betnam tuğulanatga qosla buningga biz ega bo'lolmaymiz. Xalifa Said Muhammad Xo'ja ushuqliq qilib to'qimini Bırakla qarnıga alğan edi. Şu tapda tanglikda qolgan Sultan Abdullah xonning ko'ziga shohnishindagi xeyli ko'p qism isoqiyachi amirlarmi hozirla maxtum zodlarning keyindan agishib ketib qoldigandek ko'rinib ketdi. Xo'ja shodining jasadi ko'milgan tuproqdan qo'zg'aldi deganlik butkul Saidiya xonligi tavasidagi nechtumandigan isoqiya murdiri qo'zg'aldi deganlik. Bu nima degan dahshat-a? Sultan Abdullah xon birdilla bo'shib ketdi. Xalifa Said Muhammad Xo'jaga qarab zo'rg'a kulimsirdi. Ey xalifa, behuda gumonlarda bo'lmay, ikki maxtum zodimizning holidan obdan xabar olg'aysiz. Ul maxtum zodlarimizmi jannat makon pir buzrukvorimiz Xo'ja Shodi İşan hazratlariga o'xshashlar bizlar uchun pir buzrukvordir. Abdullah xon bir necha daqiqa sukutdan keyin o'rda arkalariga qarab boshqina amr qildi. Janobi amirlarim, sizlarga ijozat. Ishqiya sulkidagi amirlar xuddi sapan so'rigan qolidak pushultashqinicha. Isoqiya sulkidagi amirlar tuyuqsiz oltin tepib olgan qalandardek yejishqinicha shohnishindan ayrilishdi.